Mana bunaqa narsani aniq ko'rmagansizlar. Hindistonda eng qadimiy, eng milliy va eng tabiiy bo'lgan biryanilardan biri. Bu hozir ochaman. 12 soatgacha o'zini issiq saqlar ekan. Issiq emas, qaynab turar ekan. Falga yo'rab qo'yganligi uchun oldinlari falga bo'lmagan bo'lsa ham nimadir qilib uzoq vaqt ishlashgan ekan. Tayyormi so'rtlar? Tak. Bu noto'g'ri. Bu biryani. Ko'zdan kelayapsanmi? Biryani ajoyib. Bu o'tning ichida pishirilar ekan o'rtoqlar. Mana bu qopqog'i, mana teshigidan guruchlari ko'rinib turibdi. Lekin bu mana ko'rasizlar, xamir bilan o'ralgan. Bu juda ham qattiq. Men rosa urinib ocholmadim, lekin buni hozir birgalikda ochamiz o'rtoqlar. Ko'rasizlar, uni kuyib ketgan xamir bilan konkretno yopilgan. Hech qanaqaligi men rosa ham qiziqyapman buni hozir. Tak, qanaqa qilib qatga qo'ysak bo'lar ekan. Hozir buni men qo'ygan joy topaman. Tak. Mana bu yerga qo'yam ekan. Qani bu yerda yaxshi ko'rinarmikan? Mana. Tak, mana bu yerga qo'yaman. Mana shundan ham tursa kerak bu. Tak, mana shu yerda tursin. Yaxshi ko'rinyaptimi? Bunda hozir. Tak. Ondan sonra kapatmak istiyorum. Reklam. Başka puluk yapacağım. Görüyorsunuz muhtemelen hamirda yopilar ekan. İçi ajoyib. Loyda hidi kelyapti. Endi loyda demak-ku, bu nima? Tabiiy bir yerda hidi kelyapti. Yerda hidi. Görüyorsunuz için muhtemelen içini ko'rsataman. İçi. Tak, ichi qanaqa mana. Men to'g'risi hayronman buni qanaqa qilib pishirganiga, yo buni pishirib solganmikan, ichida pinirlari bor ekan. Hidi вообще dahshat boshqacha. Achchiq emas. Men konkretno hozir buni yegim kelyapti. Ko'za osh, ko'za biryani. To'g'ri, uncha-muncha o'zbeklar menimcha yemagan buni qaning. Qo'zi qoralari bor, vegetarianskiy. Osh, вообще dahshat. Yani dumbayog'iga o'xshar ekan, lekin bu dumbayog' emas. Bu menimcha pinir. Mana bu keshu. Lekin ta'mi o'rtoqlar hali yeb ko'rgandan keyin ta'mini aytaman sizlarga. Ajoyib. Bir kollegamiz, bizni hamkasbimiz ataylab ilinib tayyorlab olib kelibdi. Tatib ko'ramiz. Hindiston bilasizlar, juda ham qadimiy shaharlardan, qadimiy davlatlardan hisoblanadi. Urf-odatlari, madaniyati juda ham bir 100 yillik, 1000 yillik tarixga ega. Shuning uchun mana bu eng qo'lbola, eng qadimiy usullardan biri hisoblanar ekan. Men buni yana so'rayman aniq. Balkim buni pishirib tayyor qilib